Hurmatli talabalar, ikkinchi bemorimiz, bemor A 60 yoshda, kelganiga 1 oydan oshgan. Endi shikoyatlarni so'raymiz. Nima sababdan keldingiz bu yerga? Mening yuragim bezib saqladi. Har zamonda o'zgarib nima bo'lib turaman. Yaxshi. Endi siz odamlar bilan muloqot qilyapsizmi yo cheklanib qoldingizmi? Odam yoqmay qoldimi? Men har zamonda erta bilanda narsani bo'lib, o'zim yomonlik qilaman. Undan abitlardan keyin o'zgarib, uncha muomala qilishim mumkin. Demak, bemorimizda yurak siqilishi, odamlardan ajrab qolish, qo'l ishga bormaslik, hech qanday faoliyatlarga qiziqmaslik bilan shikoyat bo'lgan va bemor ertaman uyg'onganda kayfiyati juda yomon bo'ladi, abitdan keyin sal kayfiyati yaxshilanib qoladi. Va bemorni umumiy ruhiy holatdan kelib chiqadigan bo'lsak, bemorda kayfiyat o'zgarishi ketyapti, lekin qaysi tur ekanligini vaziyatli masala sifatida sizlar topishinglar kerak. E'tibor uchun rahmat.